Al-Azizning ma'nosi nima deb shunda qalbimizga bu savol kelsa, Aziz Rabbimning ismi nima deb shunda qalbimizga bu savol kelsa yoki so'ralsak, u nima desa, u shunday hisobki, hech bir narsaga ehtiyoji yo'q. Butkul narsa har qanday shaklida, har qanday sharoitda, har qanday vaqtda onunğa ehtiyojli bo'lgan, onunğa muhtoj bo'lgan, u bo'lsa hech bir narsaga muhtoj bo'lmagan zot deb tushunishimiz kerak. Va Alloh subhanahu va taolaga yetish, Allohni haqiqiy ravishda qo'rshab bilish mumkin emas. Ammo Allohga bandichilik qilish jihatdan Allohga yetishimiz, Allohga qulchilik qilish jihatdan Allohga yeta olishimiz bu mumkin. Ammo Allohni haqiqiy ravishda qo'rshab bila olishimiz, uni ihata qilgan shaklda, komil shaklda bila olishimiz, har bir sifatlarini bila olishimiz, Allohni Alloh o'zi bilgandek bila olishimiz aslo va aslo mumkin emas deyishimiz kerak. Shuning uchun olimlar shunday deganki, Al-Aziz shunday zotki, man dallatil uqulu fi bihari azamatihi wa haratil albabu duna idraki ni'matihi wa kallatil alsunu an wasfi kamalatihi wa wasfi jamalihi dedi. Al-Aziz shunday zotki, aqllar Allohning ulug'ligining dengizida, Allohning ulug'ligini bir dengizga o'xshatsang, aqllar Allohning bu ulug'ligi, bu kattaligining dengizida aqllar ezib qoladigan zot. Ya qandoq nima deyishni bilmay qoladigan zot bu Al-Aziz. Va aqllar yana Allohning ato qilayotgan ne'matlarini bilib bulanmay, ne'matlarining ko'pligini bilib bulanmay, aqllar tingir qap qoladigan zot bu dedi Al-Aziz. Va u shunday zotki, Allohning kamolatini, Allohning jamoliy sifatlarini so'zlash uchun tillar kekeshlab qoldigan, tillar tutilib qoldigan zot bu Al-Aziz dedi. Mushunda tushundirilgan qadrli qardoshlar, Rabbimizning ismlari. O'ylab boqaylik. Payg'ambar shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Rabbimizni yani haqiqiy ravishda tushundirilib bo'lish, haqiqiy ravishda bilib bo'lishimizning mumkin emasligini shu qadar kichik 4 ig'iz so'z bilan, 2 ig'iz so'z bilan bu yerda shunda xulosalaganki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu onamiz Aishadan naql qilib shunday deydi. Aisha onamiz deydi-ki, men bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir kuni kechisi men ko'pidan topamadim. U zamonlarda chiroq yo'q demdi, unda qarablanmadim, nima ekanini bilgan. Kechisi chiroq yo'q, qop-qorong'amdi. Bu yerda men bir kuni kechisi ko'pidan men topamadim dedi Payg'ambar alayhissalom. Shuning bilan men faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi dedi. Men qo'limni bunday yugurtdim, qo'limni yugurtib, u yerga ham qo'limni nadi Payg'ambar alayhissalom deb qo'limni yugurtdim. Mening qo'lim Rasulullohning ikki muborak qadamini, putininki tapan tarafiga putning mandaq tarafiga qo'lim tushdi dedi. Qo'lim bu yerga urildi dedi. Va huwa fil masjid. Rasululloh masjid ekan dedi. Masjid ekan dedi. Yani bilimizki Rasulullahning masjidi, uyi masjidning ichida Payg'ambar alayhisalom. Va huma mansubatan. Aisha onamizning qo'li Payg'ambar alayhisalomningki, putininki, tapaniga takka vaqtida Payg'ambar alayhisalomning bu ikki puti mansubatan dedi. İkisi hammasi Rasululloh sajdadagi vaqt bo'lgan. Ya'ni tiklangan holatda, Robbiga sajda qilayotgan holatda ekan dedi. Va huwa yaqul, Payg'ambar alayhisalom bu duoda shunday sajda qilib turib deyotgan ekan dedi. Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik dedi. Allahu akbar. Rasululloh mana shunday sifatlagan. Payg'ambar alayhissalom Allah'ның en habibi bo'lgan, en suyumlik payg'ambari bo'lgan, Allah'ның do'sti bo'lgan, en Allah'ga yaqin bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Rabbimiz Allah'ni qanday sifatlayotdi? Buni qarab boqaylik. Duo qilib dedi-ki, ya Rabbi, sening rizoliging bilan sening g'azabingdan, sening rizoligingga sig'inib turib, sening rizoligingni talab qilib turib, sening g'azabingdan panoh tilayman ey Rabbim. Sening afiyating, sening sağlam qilishing bilan, sening afiyating bilan, bi muafatiga sening kechirishing bilan, sening azobingdan panoh tilayman va sen bilan senden panoh tilayman ya Rabbim. Sana sig'inib, sening azobingdan, sening g'azabingdan panoh tilayman. La uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Ya Rabbi, men sana
sen özüңge hamdu sana aytgandek, sen özüңni maqtagandek, men maqtayamayman ey Rabbim deydi. Ya Rabbi, men seni maqtayam, men qandaq sübetlensin sübetleşni, qandaq sana hamdu sana aytib, seni qandaq ulug'lashni bilenmeyme ya Rabbi. Sen özüңni ulug'lagandek, sen özüңni maqtagandek, maqtashdan başqa, sen özüň bana bildirgen şu narsadan başqa men seni qandaq atışımni bilenmeymen, qandaq maqtashimni, qandaq ulug'lashimni bilenmeymen deydi ya Rabbi. Ha? O'ylab baqaylik qadrli qardoshlar. En qisqa shaklda ifodalagan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Muslimda kelgan hadis, sahih Muslimda kelgan hadis. Demak, qadrli qarindoshlar, men arafalloha zahada fima siva. Shuning uchun kimiki Allohni bilsa, u Allah'tan başka hamma narsadan zahid bo'ldi. Allah'tan başka hamma narsa onun ko'zida kichik ko'rindi. Allah'ni bilgan kishi uchun. Shuning uchun ey inson, shuni bilginki, agarda sen Allah'ni bilsan, sening hiçbir mahluqqa xor bo'lishing, hiçbir mahluqqa, hiçbir mahluqqa yalvarishing, hiçbir mahluqning oldida xushomat qilishing mumkin emas sening deydi Allah'ni bilgan bir mahluqning. Allah'ның izzeti bayada, Allah'ның ulug'ligi bayada hiçbir mahlukni ulug' ko'rmaysan, hiçbir mahlukni cho'ng ko'rmaysan. Allah'ның qudrati bayada hiçbir qudratni ko'zga ilmaysan. Allah bilan hikmeti bayada hech qandaq bir hakim, hech qandaq bir hikmat bo'lmaydi Allah subhanahu hikmeti bayada. Mana bu şekilde insanı bu şekilde o'ngshaydi Allah subhanahu wa ta'ala'ni tunish qadrli qarindoshlar. Shuning uchun shoir shunday go'zal aytganki, falahu shahadat aynaka min husnina allazi ra'awhu lama wallayta anna li ghayrina wa law sami'at uzunaka husna khitabina khala'ta anka siyab al-ujb wa ji'tana wa law zuqta min ta'm al-mahabbati zarratan azarta alladhi adha qatilan bi hubbina wa law nasamat laka min qurbina nasmatun lamutta ghariban wa ishtiyaqan bi qurbina dedi. O'ylab baqayli. Nayeti güzel tizilgan bu şiirler. Eğer de senin közlerin biz ularga yaxşılık ata qilgan, biz ularga ikramimizni ata qilgan şu salih bendelerimiz ko'rgan yaxşılıklarımız, şu narsani ko'rgan bo'lsa közlerin asla ve asla bizden başka tarafga buralmagan bo'lading. Bizni tashlab başka yaloqlarga, başka yo'llarga menib ketmagan bo'lading dedi. Eğer de senin kulakların bizning güzel hitabimizni anlagan bo'lsa, sen özüңning üstüden taaccüblanish, cho'ngchilik bu kiyimni selib tashlab etib, özüңdan ajablanib ketgan, özüңni cho'ng bilib ketgan, özüңni bir narsa o'xshayman deb qolgan bu sifatni, bu kiyimni tashlab etib, bizning qishimizga kelgan bo'lading dedi. Eğer de sen muhabbetinin təmini zerrecilik tetiğen bolsan, bizning muhabbetimiz üçün, bizning muhabbetimizni qo'lga keltirish üçün özünün canını kurban kılgan kişilerini hakikaten ya Allah bu hakikaten bununki özürsün ulanınki qandaq qurbanlıq berip atqanlığını to'g'ri tushunadigan bo'lading. Eğer de sen sana biz tarafimizden bizga yaqinlashtiradigan bir nasmatun, bir mayin shamaldek bir narsa sana kep qolgan bo'lsa, sen shuni puriyalagan bo'lsang, sen bizga yaqinlashish uchun, bizga yaqinlardan bo'lish uchun g'arib ve müştaq ishtiyoq bilan o'lib ketgan bo'lading deydi. Fama hubbuna sahal. Bizning muhabbetimizni qo'lga keltirish asla undaq oson ish emas.